O'zbekistonni davlat qarzi ko'payib ketyapti deb yomonlayotgan odamlarga men bitta qiziqarli ma'lumot aytmoqchiman. Dunyoda eng ko'p qarzi bor davlat bu Amerika Qo'shma Shtatlari hisoblanadi. Va Amerikaning qarzi salkam 36 trillion dollar. Taqqoslash, tasavvur qilish oson bo'lishi uchun aytaman. Bu degani O'zbekistonni 360 yillik yalpi milliy mahsulotiga teng. Tasavvur qilyapsizlarmi? Xo'sh, endi shunaqa qarz katta bo'lishiga sabab nima? Sabab davlatda qilinayotgan ishlar, misol uchun yo'llar quriladi, metrolar quriladi, bepul tibbiy xizmat, bepul ta'lim, buni hammasi davlatning hisobidan qilinadi. Va agar davlat o'zini daromadidan ko'ra ko'proq xarajat qilsa, tabiiyki yildan yilga qarzi o'sib boraveradi. Xo'sh, endi bundan qanday foydalanish mumkin? Agar siz investor bo'lsangiz, bundan juda oqilona foydalanish mumkin. Sababi Amerika Qo'shma Shtatlari mana shu davlat qarzini yopish uchun Bitcoindan foydalanish haqida gaplar bor. Ya'ni Bitcoin zaxirasiga, eng ko'p Bitcoin zaxirasiga ega davlat Amerika Qo'shma Shtatlari hisoblanadi va kelajakda AQSh aynan Bitcoinning narxini o'sishi orqali o'zini davlat qarzlarini yopishi rejalashtirilmoqda degan gaplar bor. Agar siz uzoq muddatga investitsiya qilsangiz 2025-yil eng zo'r paytlardan biri va siz kelajakda hayotingizni o'zgartiradigan darajada katta daromad qilishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Hech qanaqangi o'quv kurslari yo'q, bizda bepul ma'lumotlar olasiz.